Kenaya? O Kenaya. Kelavering. Kenaya, qayoqdasiz? Hozir. Assalomu alaykum, Kenaya. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kelinglar. Xaridorni olib keldim. Yaxshi. Shunday uyni ko'rib chiqsinlar. Bemalol. Qani? Mana ko'ring, hovlimiz keng. Bu yerga 3-4 ta mashinani bemalol sig'dirishingiz mumkin. 9 ta xonasi bor. Hop. Pastda yerto'lasi ham bor. Bemalol agar ikkita o'g'lingiz bo'lsa, uylantirsangiz bo'ladi. O'zi nega sotyapsizlar? Yaxshi hovli ekan. Endi qaynona qaynotam qarib qolishdi. Ularga hammom, hojatxonasi uy ichida bo'lish kerak. Shunga sotmoqchimiz. Endi bilasiz-ku, qariganda ular qiynalib qoladi. Tinchlik kerak. Bolalarni shovqindan sal uzoqroq bo'lishligi kerak. Tushunarli, to'g'ri. Pochcham yo'qmilar? Yo'q. Agar aniq oladigan bo'lsanglar, bir kun ishdan qolib, o'zlari gaplashib, kelishib olasizlar. Men bir uydagilar bilan maslahatlashib ko'ray. Aniq bo'ladigan bo'lsa, narxini kelishtirib berasizlar-a? Endi birinchi siz bir qarorga keling. Xo'jayinim bilan narxlarni kelishib olasiz. Yaxshi. Bu boshqa gap. Unda bizga ruxsat. Xo'p. Mayli. Rahmat. Mayli. Salomat bo'ling. Qani ketdik. Yaxshi joy ekan. Aytdimki sizga yoqadi deb. Menga ma'qul. Endi siz bilan Mayli, sog' bo'ling. Mayli, xo'p.